Assalamu alaykum. Xaşilik dasturxoniga xush keldingiz. Bugun balalarimizmi, cho'nglarmi yoqtiradigan qaymaqliq shokolad bolka tayyorlashni ko'rib boqaylik. Undaqda bolka xamirini yo'g'irish uchun ketadigan xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan bolka uni, ya'ni kuchlik undan 300 gram, shakardan 50 gram, sap kokoa unidan 10 gram, boldiruvidan 3 gram, tuzdan 3 gram, eritib olgan tuz qo'shilmagan seriq maydan 30 gram, illiq sutdan 200 ml. Bundaq mashg'ulotimizni boshlab ketaylik. Yo'g'onroq bir qachimizga yuqorida tayyor qilib olgan materiallarimizni, ya'ni quruq materiallarni to'kib, tekshi bir aralashtirib olamiz. Undan keyin seriq may va illiq sutimizni quyib, yaxshi qilib xamir yo'g'irib olamiz. Xamirni yo'g'irib mushg'ulotga kelgandan keyin qachining og'zini plastik yaltiroq bilan hem yepib, illiq bir joyga qo'yib ko'ptiramiz. Xamirimiz ko'pib olguncha biz bolkarsiga olgan qaymoqning tayyorligini qilaylik. Material uchun shokoladdan 50 gram, xam qaymoq, ya'ni ko'ptirdigan xam qaymoqdan 100 ml bo'lsa yetarli bo'ldi. Endi oldin bilan shokoladni eritib olaylik. Shokoladni eritishda astiga shu shokolad qo'ygan qutimizning astiga qaynoq saylangan bir qutini qo'yib turib, qaynoq ustiga o't og'izib turib eritsak bo'ladi. Shokolad mushtaq qiziq qaynoq suyimiz ichilinib to'ptusin. Hamda biz qaymoqni ko'ptirib olaylik. Endi qaymoqni ko'ptirib oldik. Endi qaymoqqa bayatdan eritgan shokoladni aralashtirib, shokoladli qaymoq qilib tayyorlab olamiz. Shokolad qaymoqim tayyor bo'ldi. Buni endi plastik yaltiroq bilan qachining og'zini hem yepib, to'nglatqonning muzdek saqlash bo'limchasiga qo'yib turamiz. Endi xamirimiz ko'pibdi. Xamirni ambalga ilib, o'xshash cho'nglikda qilib 9 parchaga bo'lamiz. Undan keyin har bir parchani kichik bolk shaklida, yumaloq bolk shakliga keltirib, ambalimizga ratlik tizib, ustini plastik yaltiroq bilan hem yepib 10 minutlar atrofida turg'izib qo'yamiz. Endi 10 minut turgandan keyin bolkani pishirmoqchi bo'lgan qilipimizning tegini may bilan maylab etib, bu bolkalarni ilib qilib tizimiz. Buni tizg'icha yana bir qatam bu biroz bosim ko'pgan bo'ldi. Ko'pganni keyiniga bir qatam yondirib o'tamiz. Xuddi shu ekranda ko'rsatilgandek mashg'ulot bilan shaklini qaytadan yumaloq qilib o'ngishsak, bu ko'pgan holati, ya'ni biroz keyiniga yanadi. Undan keyin mush qilibimizga ratlik qilib tizib, illiq muhitda yana 20 minut turg'izamiz. Endi 20 minut turg'izgandan keyin 180 gradusda oldin qizitib olgan duxovkamizga silib 20 minut pishiramiz. Mana 180 gradusda 20 minut turg'izsak, toza mezlik bo'lib pishib chiqdi. Pishib chiqqandan keyin endi buni uy temperaturasida turg'izib muzlatamiz.
Endi bolkamiz muzlab bo'lgandan keyin bolkaning orasiga qaymoq surkisak bo'ladi. Bay tayyor qilib olgan qaymog'imizni sıxma xaltamızning ichiga asilib, har bir bolkaning yuzini pichoq bilan tilib olgandan keyin orasiga qaymoqni siqib to'ldiramiz. Endi bolkalarning orasiga qaymoqni ep bo'lgandan keyin yana muvofiq miqdorda dancha shokoladni ishlatib, xuddi mush ekranda ko'rsatilgan shaklda bolkalarimizning yuzini bezab olsak bo'ldi. Bundaq bo'lganda bolkalarimiz texmi yeyishlik bo'ldi. Shundaqla ko'rinishdimi, texmi ko'rkam ko'rindi. Undaqda bugungi qaymoqliq shokolad bolka tayyorlash mana bu yergacha bo'lsin. Yoqtirgan bo'lsangiz sinab beqishni unutmang. Keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Allohga omonat.